Ipotekani mustaqil ravishda qanday hisoblash mumkin? Sizga ipoteka beriladimi va qancha miqdorda berilishini shu videoda tushuntirib beraman. O'rtacha oylik ish haqqini hisoblaymiz. MyGo'ga kirib, yillik daromadni olamiz va 12 ga bo'lamiz. Masalan, yillik daromadingiz 180 million so'mni tashkil qiladi. Uni 12 oyga bo'lib, o'rtacha oylik hisobi 15 million so'mni chiqazib olamiz. Kredit limitingizni aniqlaymiz. Banklar daromadingizning 50% ni kredit uchun ajratadi. Demak, 15 millionning 50% 7,5 million so'mni tashkil qiladi. Bu kredit uchun beriladigan maksimal summa hisoblanadi. Sizning kredit limitingiz 7,5 million so'm. Oylik to'lov esa 7 million 100 ni tashkil qiladi. Demak, sizga ipoteka ajratiladi. Ipoteka shartlarini ko'rib chiqamiz. Kredit summasi 420 million so'mgacha. Foiz stavkasi 20% ni tashkil qiladi. Muddati 20 yil. Oylik to'lovi 7 million 135 ming so'mdan. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Ipotekani mustaqil ravishda qanday hisoblash mumkin? Sizga ipoteka beriladimi va qancha miqdorda berilishini shu videoda tushuntirib beraman. O'rtacha oylik ish haqqini hisoblaymiz. MyGo'ga kirib, yillik daromadni olamiz va 12 ga bo'lamiz. Masalan, yillik daromadingiz 180 million so'mni tashkil qiladi. Uni 12 oyga bo'lib, o'rtacha oylik hisobi 15 million so'mni chiqazib olamiz. Kredit limitingizni aniqlaymiz. Banklar daromadingizning 50% ni kredit uchun ajratadi. Demak, 15 millionning 50% 7,5 million so'mni tashkil qiladi. Bu kredit uchun beriladigan maksimal summa hisoblanadi. Sizning kredit limitingiz 7,5 million so'm. Oylik to'lov esa 7 million 100 ni tashkil qiladi. Demak, sizga ipoteka ajratiladi. Ipoteka shartlarini ko'rib chiqamiz. Kredit summasi 420 million so'mgacha. Foiz stavkasi 20% ni tashkil qiladi. Muddati 20 yil. Oylik to'lovi 7 million 135 ming so'mdan. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.